Assalomu alaykum shogirdlar. Ahvollaring yaxshimi? Bilaman yaxshi. Cho'tkisizlar, kayfiyatlaring cho'tki. Demak, biz IDC kitobidan yechimlarni boshladik. Mana shu kitob yechimlarni boshladik. Birinchi mavzumiz natural sonlar va ular ustida amallar. Xo'p, natural son o'zi nima ekan? Biz hozir natural sonlar ustida amallar bajar ekanmiz. Qaysi amallar? Qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini bajaramiz. Avval biz natural son degan narsani bilib olishimiz kerak. Tushunarlimi? Demak, natural son. Tak. Masalan 13, 14 va hokazo, tushunarlimi? Masalan, birdan boshlanib ketaveradi. Masalan 100 yoki 999 cheksizlikka qarab ketaveradi. Oxiri yo'q. Tushunarli? Natural sonning oxiri yo'q. Buni bilasizlar. Demak, natural son nima ekan? Men bu yerda yozaman. Natural son. Nima narsa ekan bu? To'ppa-to'g'ri shogird. Sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar deyiladi. Tushunarlimi? Sanashda ishlatiladigan. Masalan, jismoniy tarbiya darsida 1-2 ga sanaladi dedi. 1-2 sanaysizlar. Yoki sinfda shunday keladi-da, komissiya keladi-da. Nechta o'quvchi bor dedi. Ustozlaring 23 ta dedi. 3 kishi kelmagan dedi. Ko'rdingmi? Bu sanashda ishlatilyapti. Har biring sanay dedi. 1 2 3 4 sanaydi, to'g'rimi? Demak, shu sanashda ishlatiladigan son natural son. Yaxshi. Endi raqam degan tushuncha bor. Raqam. Nima ekan? Raqam. Raqamlar 10 ta. 0 dan 9 gacha. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ketaveradi. 8, 9. Shu 10 tasi raqam. Mana shu natural sonlar raqamlardan tashkil topgan. Masalan 999. 3 ta 9 dan tashkil topgan. 9, 9, 9. Yoki 12. 1 bilan 2 dan tashkil topgan. Tushunarli? Demak, raqamlar 10 ta 0 dan 9 gacha. Natural sonlar esa raqamlardan tashkil topgan sanashda ishlatiladigan sonlar. Tushunarli bo'ldimi? Malades krasavchiklar. Endi esa kitobdagi yechimlarni boshlashdan oldin yana bir sizlarga narsani tushuntirib o'taman. Meni qiyomatli shogirdlarim, sizlar hozir raqamlar bilan natural sonlarni bilib oldilaring. Endi ana shu natural sonlarni ustida amallar bajaramiz. Nima ekan? Amallar. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish hamda bo'lish amali. Mana shu amallarni bajaramiz. Biz avvalambor qo'shish va ayirish amallari kelganda mana shu holatda biz bir boshdan ishlab ketaveramiz. Buni maktabda ham o'rgangansizlar. 13 ga qo'shamiz 12 ni, qo'shamiz 11 da, chiqqan javobidan ayiramiz 17 ni. Demak, qo'shish va ayirishda bir boshdan ishlab ketamiz. Bilasizlar, malades. Endi eshikni ochib kim keladi? Eshikni ochib keladi. Ko'paytirish bilan bo'lish kirib keladi. Ko'paytirish bilan bo'lish. Endi ko'paytirish bilan bo'lish kelganda birinchi o'shalarni bajara olamiz. Doim mehmonning hurmati bor deydi-ku. Shuning uchun ko'paytirish bilan bo'lishda hurmati bor. Shuning uchun birinchi ularni bajara olamiz. Tushunarli? Masalan, 14 bo'lingan 7 qo'shilgan 3 kelyapti. Mana bu yerda 1 qo'shilgan desang ham bo'laveradi. Birinchi bir boshdan bajarib ketamizmi? Boya aytdim-ku. Yo'q, bir boshdan bajarmaymiz. Chunki bizda kim bor? Mehmon bor. Mehmonni birinchi bajara olamiz, keyin bir boshdan bajarib ketaveramiz. Bo'lamiz. Necha bo'ladi? 2 bo'ladi. 1 qo'shilgan 2, 3, 3 ga 3 qo'shsak 6. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Demak, birinchi bo'lib ko'paytirish va bo'lishni bajara olamiz. Endi, xo'p, ko'paytirishni va bo'lishnimi? Birinchi qaysi birini bajaramiz? Masalan, mana bunaqa misol kelib qolsa. Mana shunaqa misol kelib qolsa. Birinchi ko'paytirishni bajaramizmi yoki bo'lishnimi? Qaysi biri birinchi kelsa, o'shani bajaramiz. Tushunarli? Qaysi keladi birinchi? Bo'lish kelyapti. Ikkinchichi ko'paytirish kelyapti. Demak, 15 ni 3 ga bo'lsak 5 bo'ladi, malades. 5 ko'paytirilgan 2 10 bo'ladi. Tushunarli? Agar birinchi ko'paytirish kelganda edi, masalan 7 ko'paytirilgan 3
bo'lingan 21. Birinchi ko'paytirishni bajarardik. Necha chiqadi? 21 chiqadi. Endi chiqqan javobini 21 ga bo'lardik. 21 bo'lingan 21. Javobimiz 1 bo'ladi. Tushunarlimi shogirdlarim? Malades. Demak, birinchi bo'lib ko'paytirish va bo'lish bajariladi. Qaysi bir birinchi kelgan bo'lsa, o'sha bajariladi. Keyin qo'shish va ayirish birin-ketin bajariladi. Bugungi xulosa shu va kitobdagi misollarga o'tamiz.